Spark mashinasi xudo xolasa tayyor bo'ldi. Bu mashinaga qilib bergan ishlarimizni 12 rul ustanobga qilib berdi. Chap tomoniga kruz kontrollarini to'liq holatda ishlatib berdi. Mana tablolarda yonib debda ishlatib beryapmiz. Xudo xolasa pastga tepaga qilsangiz, ko'rsa tepaga pastga tushiradi. Bir tomonda mikrofon upravlение mana baland past qilsangiz hamma narsa ishlaydi. Xudo xolasa mana baland pastlari, kengashli orqachilar, bluetooth, xullas hamma narsasi ishlaydi. Bundan tashqari bunga bitta qilib bergan zo'r ishimiz bu 12 bar ustanobga qilib berdi. 12 barni hamma narsasini xudo xolasa ishlatib berdi. Ya'ni abagreiflarni ham ishlatib berdi. O'zi bu mashinada abagreif yo'q edi. Abagreif sidinaga ustanobga qilib, abagreiflarni mana bu knopkalarga o'tkazib berdi. Mana deb bosganda passajir tomon qiziydi. Hop, bu tomonni bosganda shu shopir tomon qiziydi mana. Ishlashini shu sariq yonganda to'shda ishlayapti, hamma narsa cho'tki ishlayapti. Bundan tashqari bu mashinaga yana qilib berdi, monitor qo'yib berdi, 10 dyumli. Bunga orqa kameralarni ham ustanobga qilib berdi. Mana orqa zadniy kameralar ham ishlayapti cho'tki. Xo'p, yana qilib bergan ishlarimizni bunga chexol taqib berdi. Kanzesdan chiroyli turibdi mashina, skromniy bo'lib. Hech qanaqa shalvillagan, bo'shashgan, ochiq qolgan joylari yo'q mana. Ko'rsanglar bo'ladi, sal qorong'ida. Keyin bu mashinaga bitta aktivniy kichkinagina, xichamgina subwoofer qo'yib berdi. Mashina yurganda sekingina muzikali chiroyli bo'lib eshitib yurish uchun. Baslarni sekingina tixa deydi, nima deydi, shunaqa xullas, shunaqa qilib eshitib yurishga. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, xudo xolasa mashinani olib kelinglar. Keyin bundan tashqari bu mashina qilib bergan ishlarimizni tarpetkasini to'liq holatda shumka qilib berdi. Mana shu to'liq holatda tarpetkani yechib, 3 sloy qilib shumka qilib berdi. Ya'ni shum izolyatsiya qilib berdi. Keyin 4 teshigini 2 sloy qilib, lehkiyroq, yengilroq qilib shum izolyatsiya qilib berdi. Ya'ni bitta vibroizolyatsiya обшивкasiga vatindan yopishtirib berdi. 4 teshik shunaqa bo'ldi. U xudo xolasa keyinchalik yana 3-sloylarni xudo xolasa qildiragani kelaman dedilar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastki nomerlarga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa sizlarni ham ishinglarni shunaqa qilib, cho'tki qilib bitirib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kasal bo'lmanglar.